Endi bizlarning asosiy faoliyatimiz parrandachilik, go'sht yo'nalishli naslli parrandachilik edi. Biz ko'p tarmoqli qilish uchun unda hozir uzumchilik ham bor. Viloyatimizda Qo'shrabot tumanida mana bizlar uchun 1,5 ming gektar yer ajratilyapti. U yerda bo'ladigan ishlar, loyihani amalga oshirish uchun bizga nima kerak? Ilm, bilim. Shuning uchun ustozlarga murojaat qildik. Bu dargoh bilan universitet bilan bizlarni memorandum imzolaganmiz. Hamkorligimiz bor. Albatta ilmsiz, bilimsiz bu ishlarni qilish oson emas. Hozir ustozlar bilan shularning hammasini gaplashib oldik va joylarda chiqib endi o'sha yerni o'rganib, tahlillar o'tkazib, qaysi dehqonchilik navlarini ekish qulay, suv masalasi, bu yerda suv kam talab qiladigan ekinlardan foydalanish, ozuqa bog'lar yaratish va yangi ishchi o'rinlar. Albatta bu mahsulotlar hammasi eksportga yo'naltiriladigan mahsulotlar hisoblanadi. 3 yildan beri juda qattiq yopishyapmiz oldi dargohlar bilan hamkorlik qilishga. O'z natijasini beryapti. Bular amaliyotini borib bizlarga o'tyapti. Endi ming eshitgan bilan bitta ko'rgan boshqada, borib joyda ko'rsa, biz sizlarning yutuqlaringizni ilm sohasida, bizlarning amaliyot sohasida ko'rgan yutuqlarni ko'rib integratsiya qilsak agar o'z mevasini beradi. Va natijada sizlardan bitiruvchilar bir bilimli, o'z ishining ustasi bo'lib chiqadi deb umid qilamiz. 35 yillik yurtimizning katta bayrami, mustaqillik bayrami bilan butun xalqimizni tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Xalqimiz farovonligi yo'lida, yurtimiz tinchligi yo'lida charchamasdan birgalikda mehnat qilaylik.